Ballarım, bugün günge şembe, hepde ahırımız yetip geldi. Ayıldaki elip bardıgan söhbetimizni konu adatımız boyunca bugün yeni davamlaştırımız. Sizlerce bugün qaysı temada paranlaşsak bula? Ana til to'g'riliq paranglashayli. Senin çocuğu? Ana Ana til. til to'g'riliq paranlaşamdık. Ana, siz Uyghur tilini qadimqi ve yiltizi cho'nqur til deysiz. Undaq bolsa, Uyghur tili qachon boshlangan? Shuni bilgin ba. Bulam, sizler menden bek muhim hem yaxshi sualdan birini sordinglar. Bu sualni sizlarga qandoq tushundirsam bo'lar? Bir singlar 6 yosh, bir singlar 11 yosh, yana bir singlar 18 yosh. Menimcha men buni oddiy tushunishlik tillar bilan tushuntirishga tirishay, o'zimningki bilganlarimni asos qilib. Mening bildiganlarimmi alayda cho'nqur emas, lekin sizlarga Uyg'ur tilining kelib chiqish tarixini tushuntirishga yetadi deb o'ylayman. Vatanimizda dunyoga dangliq bir buyuk qumluq bor. Uning ismini bilamsiz bolam? Hemen bilaman, Taklamakan. Dünya bo'yicha eng chong qumliqlarning birisi. To'g'ri dedingiz bolam, rahmat. Shu Taklamakan qumliqi biz Uyg'urlarning yer sharida qachondan beri yashayotganligimizni isbotlaydigan cho'ng bir fakt. Taklamakan degan so'zningki ma'nosini sizlarga tushuntirdikmi? Mening toza esimda yo'q bolam. U asli tahti makan degan so'zdan kelib chiqqan. Eg'izdan eg'izga ko'chish jarayonida Taklamakan degan so'zga aylanib qolgan, yoki o'zgarib ketgan. Sizlar bilamsizlar, bilamsiz Taklamakan degan so'zning ma'nosini? Qanday? Kirsingiz yana chiqamaysiz degan gap. Yaxshi. Bu to'g'ri. Taklamakanga berib qolgan odam, uning ichiga kirib qolgan odam chiqolmaydi. Bizning Uyg'ur xalq cho'chaklarida davomliq shunday gaplar uchraydi. Odamlar safarga otlanibdi, birsi basi keladigan yo'lga mengibdi, yana birsi basa kelmaydigan yo'lga mengibdi deb. Demak, xalqimizning ichidagi ba'zi tavakkul qilishga botur kishilar Taklamakanning ichiga kirib, u yerlarda masalan safarga chiqqan, shu yo'lni kesib o'tish orqali yurtdan yurtga borgan. Shu yo'lda ba'zilar hatto kelolmay qolgan. Shu vaqtlardan boshlab u yerga borsa odam kelolmaydigan yo'l degandek shunday bir shakllarda atalib qolgan. Lekin Taklamakan degan so'zningki ma'nosi abay deganimizdek tahti makondan kelib chiqqan bo'lib, tahti degan gapning ma'nosini bilamsiz bolam? Tahti. Bilmamsiz. Tahti degan so'zningki ma'nosi tigi, yiltizi, asli degan gap. Makon degan so'zningki ma'nosi, uni bilsiz-a bolam? Makon degan so'zning ma'nosi yashaydigan yer, joy, yurt yoki cho'ng ma'nodan elib aytgan chog'da vatan degandek shunday ma'nolarni bildirdi. Bizning mashhur tarixchi ustozimiz, buvimiz Turg'un Almazning Uyg'urlar degan kitobida yozilishicha, buningdan 10 necha ming yil ilgari bu biz yashayotgan yer shari intayin so'g'oq ekan. Sizlar balkim shunga munosabatli qo'nchoq filmlarni jiq ko'rdinglar. Bu Yevropaning ko'pincha joylari u vaqtda qor muzlar bilan to'shib ketgan ekan. Tog'larlam emas, tog'larning etaklaridagi yurtlarmi odam yashashga toza mos kelmaydigan darajada so'g'oq ekan. Dal mushu vaqtlarda, hozirgi vaqtdan 10 necha ming yillar burunqi shu vaqtlarda bizning ajdodlarimiz O'rta Osiyodagi Qaraqurum tog'lari, Tangri tog'i, Oltoy tog'lari
atrofidagi kengri ziminda yashapti ekan. Bu hayvatlik tog'lar shu vaqtdagi sovuq havoninki, iqlimninki ta'siri bilan qilin muzlar bilan qoplanib turdi ekan. Davamlı ho'l yig'inlar yig'ib turdi ekan, bo'p turdi ekan. Ondan issiq kunlarda mushu tog'lardan erib tushgan qor suvlari ham yozlarda yoqqan, qishlarda yoqqan qor, yomg'irlardan dal hozirgi biz yaxshi ko'radigan Tarim daryolari, Ili daryolari, Tuman daryosi qatorliq daryolarimiz hosil bo'lgan, hozirgidek kichik tor emas, intayin keng, hozirgi g'oyin, moyin daryolardan keng suvlar o'rkashlab eqib turadigan ashtaq daryolar ekan. Ondan Tarim vodisida ham Jungar o'ymonliqida hozirgi intayin cho'ng ichki dengizlarmi hosil bo'lgan ekan. Ondan uningdan boshqa Qonas ko'li, Bug'da ko'li, Sayram ko'li, Bag'rash ko'li, Lopnur ko'li qatorliq intayin cho'ng ko'llar paydo bo'lgan ekan. Bu ko'llarning bir qismi hozir bor, yana bir qismlari qurib ketgan. Iznalari bor. Bu tekdi makan ayni vaqtda bizning xalqimiz yaşagan aşu kengri ziminning bir qismi bo'lib, bu yerda sizlar doim qo'nchoq filmlarida ko'radigan, cho'chaklarda anglaydigan chiroyli kuchlik otlar, tulparlar chepishib yuradi ekan. Semiz qo'y kalalar o'tlaydi ekan. Ondan kishilar bug'doy qo'noqlardan intayin ko'p mo'l usul oladi ekan. Bu jannatdek go'zal makonda xalqimiz baxtlik, xushal-xuram yashayotgan kunlarda, ya'ni mushu hozirgi vaqtdan 8000 yil burun yer sharininki havosida intayin cho'ng o'zgarish bo'lib, havo klimati isishga boshlab, qurg'oqchilik yuz berib ketgan ekan. Ondan ho'l yig'ini oz bo'lganning ustiga bo'ron chopqinlar chiqadigan. Bu bo'ron chopqinlar Iroqlardan qumlarni uchirib elib kelib, ba'zi joylarni, yurtlarni qum besib oladigan shunday ahvollar shakllangan ekan. Buning bilan bizningki ajdodlarimizning bir qismi bu yurt makonlarini tashlab dunyoning boshqa joylariga ko'chib ketgan. Yana bir qismlari bu tabiat hodislari bilan tang ularga qarshi kurash qilib shu yerda yashab, ona vatanini quchoqlab, ona vatanini gullantirib qolib qolgan ekan. Tekli makon mana mushu tabiiy o'zgarishning natijasida hosil bo'lgan cho'ng bir qumluq bo'lib, uning suyini ichib, ninini yeb, tarixdan buyon yashab kelgan xalqimiz uningki asli qandoq joy ekanligini o'z ko'zi bilan ko'rgachga ham qandoq qilib, qandoq bo'lib mushundaq hozirgidek bir qumluqqa aylanib qolish jarayonlarini o'z ko'zi bilan ko'rgachga o'zininki tarixini o'zining tili bilan tamg'i qilib, bu makonga Tekdi makon degan tarixiy nomni qo'yib yod etgan. Demak, Uyg'ur tili buningdan 10 necha ming yil burunla O'rta Osiyoda yashagan xalqimiz bilan tang tarixga yoshga ega. Ana siz Uyg'urlarni 10 necha ming yil burunlam yaşagan deysiz. Onun tazi şengim kemavatdı. Onunla tekli makondan başqa sifatlar bormi? Albatta bor bolam. Men sizlarga desam, yana arxeologlar, olimlar
Hindi daryosininki bo'yidan aşı atrofdagi xarobalıqlarni qidirib tekshirish jarayonida bir qism tarixiy materiallarni topgan, bir qism haykallarni tepib olgan. Uning ichida bir haykal bor bo'lib, bu haykal Uyg'ur turklarininki tipiga tava ekan. Bu haykal dal tadqiq qilinish orqali isbotlanibdi. Dal mushu bugungi vaqtimizdan 8000 yillar burun bizning vatanimiz Tarim vodisidan Hindistonga ko'chib ketgan ajdodlarimizdan derak berdi ekan. Dal bu 8000 yillar burun nima uchun ular ko'chib ketgan? 8000 yillar burun bizning vatanimizda yuz bergan klimatlik o'zgarishlar nurg'un kishilarni bu yerdan ko'chib ketishga majbur qilgan. Bu chechini lenti bilan bo'g'ib olgan ekan bu kishi. Bu kishi dal shu tabiiy ofatlardan qochib Hindistonga borgan ajdodlarimizga tava ekanligini olimlar tekshirish, tadqiq qilish orqali isbotlab chiqibdi. Yana bizning vatanimizdagi Ko'nchi daryosining bo'yidan yana bir qism arxeologlar, olimlar buningdan 6412 yil burun dafn qilingan bir ayol bilan bir kichik bolaning jasadini topgan. Bu kichik bola bilan bu ayolning jasadi intayin chiroyli saqlangan bo'lib, ajdodlarimiz bu jasadni maqsadli holda havolar o'tishib turadigan, chirib ketmaydigan, sesib ketishning oldini oladigan ashundaq bir joylarga, ashundaq texnikalar bilan dafn qilgan. Bu jasad intayin qo'pol to'qilgan yung raxtlarga o'ralgan bo'lib, beshiga kigiz qalpoq kiydirilgan ekan. Bu ayolninki chechi seriq, ko'zlari cho'ng, kirpiklari uzun bo'lib, burunlari intayin qonshaliq ekan. Qayerdan yana bug'doyning donlari chiqqan bo'lib, bu donlar bu jasadlar ko'milgan 6000 yildan ko'proq vaqtdan buyon sesib ketmay saqlanib qolgan. Bular dal bundan shu 8000 yil burunqi bizning vatanimizda ajdodlarimiz yashagan shu kengri tuproqlarda yuz bergan tabiiy ofatda boshqa yerga ko'chib ketmay Tarim vodisida yashab qolgan ajdodlarimizning avlodlari bo'lib, ular bilan tepilgan yodikorliklardan bizningki ajdodlarimizningki 8000 yil burunlar dehqonchilik bilan shug'ullanganligi, chorvachilik bilan shug'ullanganligi, hunar, san'at jihatda nihoyatda taraqqiy qilgan bir xalq ekanligini bilib olamiz. Ular shu vaqtlarda 6000 yil burun bug'doylarni terib, uningdan hosil ilishni bilgan. Uningdan turlik xom materiallarni pishiqlab ishlashni, ham kiyim kiyishni, boshlariga qalpoqlarni kiyishni bilgan. Buningdan biz shu ayni vaqtdagi bizning xalqimizning madaniyatini qanchalik darajada taraqqiy qilganligini tasavvur qila olamiz. Buningdan biz yana nimani bilib olamiz degan chaqda bizning eng asosli savolimizning javobini topa olamiz. Buningdan 8000 yil ilgarilar taraqqiy qilgan mukammal bir tilga ega bo'lganligimizni tushuna olamiz. Bir bola tug'ilibla so'zlayolmaydi, shundami? Bir yilgacha anglab o'rganadi.
Uyg'urlarmi Uyg'ur bo'lib shakllanib ma'lum bosqichlardan keyin Uyg'ur tilini shakllantirgan. Bolaning tili bolaning o'sib yetilishini tezlashtirgandek, Uyg'ur tilimi 10 ming yillar ilgirla shakllanib, xalqimizning turli ehtiyojini qondirib, dehqonchilik, chorvachilik, qo'l-hunarmandchilik ishlarini ilgari surishiga yordamda bo'lgan. Keyincha turli turk tillarining shakllanishiga asos solgan. Demak, biz bolalarim hozir paydo bo'lganiga 8 ming yil bo'lgan tahti makondan bo'lsin yoki Hindistonninki xarobalıqlardan tepilgan shu 8 ming yil burun yuz bergan vatanimizda tabiiy o'zgarishlardan Hindistonga ko'chib borgan xalqimizga munosabatlik arxeologiyalik tekshirish, tadqiq qilish natijalaridan bo'lsin. Ondan bizning vatanimizdan tepilgan 6 ming yillik tarixga ega ayol jasad bilan bola jasad, ana bola jasad ham u jasad bilan birga tepilgan tarixiy materiallarga asoslanib bo'lsin, biz nimani bilib olaymiz? Bizning xalqimiz ajdodlarimizningki yashag'iniga 10 necha ming yil bo'lgan. Bizning xalqimiz shu tarixiy tabiiy ofatlar yuz berishdan burunlam shu Tarim vodisini markaz qilgan O'rta Osiyoda yashab hatto xeyli gullangan, taraqqiy qilgan bir madaniyatni shakllantirganligini his qilib olaymiz. Mushunchalik tarixga ega bir millat u tarixni shakllantirish uchun nimaga asoslanadi? Tilga asoslanadi. Agar til bo'lmasa, dehqonchilik qilib bo'lmaydi, chorvachilik qilib bo'lmaydi, savdo sanoat qilib bo'lmaydi, bir-biri bilan aloqalash qilib bo'lmaydi. Demak, bu tilmi 10 necha ming yillik tarixga ega.